Samkamның çak-çakları Hamşey oludu. Mollu Zeydin seley çakan Samkamның Rastaysi. çak-çakları Assalamu alaikum kademlerge merhaba. Şox yigitler, merdane, güzel kızlar, hör zıba. Assalamu alaikum köngül izdep kelgenler. Çayxanamızda çay içip muradıga yetkenler. Yetkelle. Çayxanımız kaynaydı o kızık paranda. Muhabbetlik çayları yüreklerge yakkaçka. Yanfılları Oppo'nun buldu ana tajdar. Şirketim o Kamran'ın talep kılıp turgaçka. Baş əgim hem mötüver kiygellerge yaraştı. Sırdışımını issem dep heves bilen karaştı. Hey Adlaka. Hoş. Muşu dutta açılıp oltasam xiyalımgı sen keldin. Derdin bolsa et yarım muңdaş kılıp men keldim dep. Muşu çayxanımızga mening muşu esil demlengen navat çaylarımni içip muңdaş kılı. Hem muşu içideki sırlarını az dolu bir tökkili. Hem de etrafta boluvatkan muş kızık paranglar toğırlık kızık paranglaşkılı kilip olturuş modu boluvatı da hazır. Egraçiyan ufkam. Mana aka. Doğru dese ufkam. Dimisimi turmuş ritmine naite tezlişip. Amma adam aldıraş bop gitip bağın çağda. Muşunda çayxanımız gelip olturup. Muң düşüp. Almın bulalığımızın özü. Dimisimi abiyatın sen diyendek moducuma. Silaç kanda desi şunda ama. Sıra. Yaxşı mana kızık paranlarımızı dep külüşüp durup bu sorunumuzu başlap aldı. Ondan sonra azadı oturup çay içkeş kıldırım. Bir ançımıcı güngür muң dışarı. Şunda kılaylı mı? Kene mehmanlar. Çayğı bekinler çayğı. Kene çayılınlar. Hoş. Bu stakallarınız pek çıraylıkken go. Çıraylık ha? He, çıraylık. Hanım kızlarının gözü muşunda yagi bek düşürdü. Markasını dep birey mi ya? Buldu da bir. Nazibe cuma. Kene mehmanlar çayğı bekinler. Kene merhamet. Çay için laf kıla. Adaş, yakından bu yan hanım kızlar arasında ne mod bu atıdı bilemse? Nimler mod boyutuptu? Qara bilmeginin ne? Şeyme Xalqara Soçek şirketining import qılıvatqan girim buyumları mod bu atıdı. Onu işletkenler ağzı taymay maqtışıp atıdı deyine? Ha, şundaq mı nim boldur demeysem hem işletetim emasmı? Endi işletsem keçikmeyse Adaş. Ha, bu mahsulatni tafsili tushundirib qo'ya. Bugünkü çayxanımızga Şeyme şirketininki qurg'utisi Filora Parat xonimmi çayxana ahliga choy bagili ham choy kilkapti. Tafsilotlarni Filora xonim o'zi deb bermisinmi? Undaq bo'lsa pek yaxshi bo'lg'udak. Oy, nima gap adamlar? Assalamu alaikum. Ben Şinjan Şeymen Xalqara Soçekli şirketinin qurğutusu Filora Parxat buluman. Bugün çayxan barangları qatnaşqan barlıq çayxana ahli hammalarga menden otluq salam. Bugün şunda yaxşı minutlarda, şunda yaxşı daqiqalarda hammalar şey yig'ilib qapdiq. Aldı bilan sizlarga mushu şirketimni bir qisqacha tushuntirib qo'ygan bo'lsam, Şinjan Şeymen Xalqara Soçekli şirketimiz 2015-yil 3-oyning 24-kuni qurilgan bo'lib, şirketimninki ismi Şeyme hozir %80-90% hammalar bilsizlar-ku. Markaninki mushu kelib chiqishi bo'lsa, Şeyme degan mushu chet eldan kirgan bir so'zlik bo'lib, buningki ma'nosi go'zallik, tabiiy go'zallik degan ma'noni ifodalaydi. Yani muşu şirketini kuruştaki maqsadim özümninki qizininki ismini şirketninki isim qilib turib qo'ygan. Eng dastlabda men muşu undilarda savdo qilish orqali muşu egilik tiklash yo'liga qadam qo'ydim desam bo'ldi. Jami muşu 6 yildan davomlashib qapti. Muşu undidar chiqqandan başta undidarda savdo qilish kirishdim. Masalan, kiyim-kechak bo'lsin, undan keyin muşu rangli kirim buyumlar bo'lsin. Keyindan bara muşu 2014-yillar atrofida Germaniyaningki Ferrarusi va Fashion Fever deb muşu ikki cho'ng markadagi rangli kirim buyumlarni diyorimizga import qilib akirib xonim qizlarniki huzuriga sundiq. Şu jarayonlarda men o'ylanib qoldim. Faqat rangli kirim
qırim buyum bilanlam çekilib qalsaq bo'lmaydiganligini, xonim qizlarningki ehtiyojini qandıranmaydiganligini his qilib, tunji bo'lib Shayma degan markada o'zimningki materialni Malayziyadan import qilib, vatanimizda o'rab qachilab, Shayma Sentinla sutuluqlash yuz chapligi degandek bir shu yuz chapligimizni ishlab chiqarib bozorga saldim. Bundan keyin yana shu planimda yana 2 oydan keyin shu Shayma markamizda yüz yuvish suyuqligi, girim chiqarish qog'ozi, kunduzlik, kashlik, namlik saqlash miyi qatarlıq shu teri asrash yurishlik buyumlarını ishlab chiqarib bozorga salmoqchi. Şirketni qurishdagi asosiy maqsad xonim qizlarga shu go'zallikni ato qilish bilan birga o'ziga tayinib egilik tiklash, iqtisodiy kirim yaratish, ayollarningki o'ziga bo'lgan ishonchisini texmo oshirish va jamiyatga bir kishilik hassamni va to'kpamni qo'shish uchun shu shirkatimni taraqqiy qildiryapman va uzluksiz tirishyapman. Hocalık hakkını tapşırmadan mı? Kışı banamı tügep ötmedik ya Özkan. Ötken ben vaxtıda tapşıratal dep eniq dedim mi sizge? Yol dışınızı mı dep koydum yani? Hele bunda bananı küstükensizler, hele bu bananı küstükensizler. Neçe vaktim bir yol koygan iken bilinglar fıkı ama adamı kıcılık kılmay. Ya bu vaxtıda köçen var mı öydüm? Cak doydum ha bu hafki icarı vergendim. Minam yig'lab ketibdi. Apa qo'yib qo'ydiman sizni, qopimman. Qo'shqo'shdimi? Bilmabdi, babam sizga jumur yig'lman. Bilmabdi, jumur bilam. Bilmabdi. Qo'shqo'shdimi bilam? Aşağısaram 3 milyon tursa. Milyonni o'jil haqiga berib bersak, qolgan 2 milyon turmushimizga yetadi. Shukr qilsak hamimiz o'takizdi xotin. Sen mush kunlarni qiyinchilik deb o'ylagan vaqtingda keynimizga qarab boq. Keynimizda egichoqsiz, uy makonsiz yan qiynayotgan nurg'un kishilar bor. Ular qaragan bizning turmushimiz yaxshi emas, chiroyli o'g'limiz bor. Uni sog' salomat turibdik. Lekin bizning bolamiz bor tursa. Her bala öz rizqi bilan tug'iladi. Balamızning yana kelgusida uning kutib turgan shon sharaflari, toji taxtlari, uning mansub shonliq manzillari bor. Sen buning ansirmagan xotin. Yaqinimizniki yana undan boshqa yillik mukofot puli chiqadi, yana terish boshqalarni qo'yatma. Bu kunlarimiz o'ng'ishlanib ketadi. Huzur ko'ra. Chiqib bala qarab boqay. Ata bayramga xotin. Afsus, men ishlaydi ekanman. Shunga bozorga chiqib o'zing yoqtirgan narsalarni sotib olgin. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Sen eng go'zal qiz. Aynigar. Ha? Cho'lani yig'im olaman. Cho'laga soat edib olaman. Ondan keyin bolaga bulmoq qilsin qolma. Yo'lda qat qil. Ben iş kımandım kodum. Oldura qaytib kelsangiz, atlar bayramga fikr kiyim olaylik. Yana to'yliq kostyum yechib qo'yaman. Yol kostyum bekamroq. Bo'ldi lekin dema. Ben iş kımandım. Lekin onlar bayramida ammayli desam unmagan.
Tatlı kozam. Kelin, sen Temir Baturum. Qeysiniz apanızga o'xshabdi, mana. Kulonchi o'g'lim. Kirlama. Oy. Qara, umoqchilar. Qeyssan shunda o'xshabdi buni. Balam. Ol chiqamsiz? Sana bo'lsa. Metin. Chiqmaydi bu bilan apsiga. Sen Temir Batur. Men xizmat qiladigan. Men bir narsani kam qildimmi? Bir narsani kam qildimmi bilan? Men sizlarni qiynab qo'ydimmi? Bizni qiynab qo'ymadingiz. Ya bir narsamizni kam qilmadingiz, lekin o'zingiz kerak bo'lganini kam qildingiz. Men sizlardan ortiq hech nima kutib boqmadim. Men talabni qilib boqmadim. Bundan keyin o'xshash. Ham hozirmi talab qilmayman, kutmayman. Men faqat sizlar bo'lsanglar bu. Men sizdan ortiqni kutmayman. Barliqim sizlar uchun. Ammo bolamiz cho'ng bo'lsa, o'zining nurg'un orzu-armonlari bo'lishi mumkin. Orzu-armonlariga yetolmay yerga qarab qilishni men xohlamayman. Ham sizlarmi yerga qarab qilishingiz men uchun o'lim. Lekin balamiz tiq kichik. Kichikli bir balani sen xizmat qilaman deb uy tashlab qo'ysang, balaning kelgusini o'ylashimiz kerak. Kelgusi parlaqini biz xizmat yoki boshqa bir turmush tufayli yo'q qo'ymasligimiz kerak. Bolamiz yolg'iz qolmaydi. Uyimizning xo'jayinining ayolimi uyda turso'li qildi. Shunga men o'ndidar ashqil bo'lgan telefon kerak. Siz men uyda, men uyda o'tirib turso'li qilay, shunda bo'lgan bolamiz yolg'iz qolmaydi. Qarg'an sen bir qaro gap bo'lgan o'xshaysan. Bo'ludi. Bu oila sening va mening ikkalaning o'rtaq oilasi. Bizning balamiz bor. Balamizga yuz keladigan asosda, balamizning kelgusini qo'g'dab qoladigan asosda xizmat qilaman desang, men buni qo'llayman. Balam o'tan yashnab ketdi. Aynigar? Bu telefon sana keldi. Şeyime gönül duyuldu. Hep kettojma. Neden? Apa kau soal kali?
Yaxşımı aka? Yaxşı. İzlep mangan, teziniz çırap kaldınız. Benim ha? Ha. Şimdi şu hocalık pulunu tapşırıtayım dep. Oy bu pul çıkkı. 3 aylık hocalık pulu. 3 aylı. He. Yıldışınız mükafat taptı ha? Yak, Emsi bunca çık pulunu nereden taptınız? Şeymedin geldi. Şeyme? He? Nime o şeyme degan? Bizning şirket. Şirket? He? Siz kaçalı pul söylep öğünüz bassam şu. Balık yıkıştım başka işlemini bilmezsiz. Şirket dep koyuyor. Sizga keyin tushuntirayam, siz balam yolg'iz qolgan, men manglashtiray. Bu şirketmiş desek. Aynigar, Ha, çapını çıkıp bergenmen bana. ma'qul. Mening burada çapım yoktu o. Sizga setib oldi. Pul nereden geldi? Şeymedi. Şeymeden. Ha? Mina. Rahmet xotin. Konu çapını çıkıp bergen. U chapani yuvib qo'yagmishda yana bo'ldi. Albatta mushuni kiyma. Ammo chaponni yonch qilib pul bor. Xo'jalar haqida topshiriq. Shunaqa qilib topshirib bo'ldim. Yana ketib 3 oylikni. Nima? Birasi qarz oldingmi? Ya. Ular sen shaymani qilib mushta jiq qilib ketding. Kirib chapinimni yonchiqdan ozroq pul chiqibdi. Men kira qilmoqsin pul dedi ona. Bu chapani yanchiqdan pul bor. Bu ya. Şeyma badi. Bu mu sevmedik ya lan? Ben bana Nima bo'ldi? Bir narsa unutib qolibsizmi? Yo'q. Nima bo'ldi? Agar bir qizimiz bo'lsa, Ha, qizimiz bo'lsa nima bo'pti? ismini Shayma qo'ydim. Tamam olib. Şeyma. Mötver aka. Xo'sh. Bugun çayxonamizga Jungmay guruhidan Farida xonimni alayda mehmon sifatida qadam tashrif qilibdi. Shunga shu go'zallik haqida qarashlarini bir anglab baqsaq mumkin bo'ladimi? Güzellik haqida o'zi bir anglab baqilchima. Uzun bo'ldi, bizimiz setlashib ketgan. Anglab baqili. Assalamu alaykum Çayxan ahli. Men Jungmay guruhi sog'lomlik va go'zal badan loyilash o'qituvchisi Farida Abduqodirdan hammanglarga mehrli salom. Bugun mush çayxanaga nurg'un xonim qizlar yig'ilibdiq. Amman mishada o'tirayotgan nurg'ulg'an xonim qizlarning intayin tabiiy, noyatda bir güzel g'irim buyumlar bilan noyat suzuk, shunchaki chiroyli yasinib kelganini ko'rib turyapmiz. Bizningki ayollarning tashqi qiyofat bek muhim o'rinda turdi. Bo'libmi chiroy go'zalligi. Ham bu nurg'unlagan g'irim buyumlar bor, ishlatyapmiz. Chatdan kiryapti, o'zimizning davlatdan ishlab chiqaryapti. Mana mushu g'irim buyumlarniki xuddi hozir jamiyatning taraqqiyotiga asosan g'irim buyumlarning turlari intayin ko'plab ketdi. Shunga har qanday bir xonim qizlarning mush o'zining terisiga intayin yaxshi mos kelgan tupatchat yuqur bo'lgan g'irim buyumlarni ishlatishni tavsiya qilaman. Uningdan keyin mushu xonim qizlarning g'irim buyumlarini attiganlik, kunduzlik g'irim bilan kechlik g'irimni cho'qim ayirib olishni tavsiya qilaman. Bizning ajdodlarimiz almisaqdan tortib go'zallikni yoqtirib kelgan. Go'zallikni tashabbus qilib kelgan. Hamda hozir mushundaq Shayma markalarini akirib, mushundaq Shayma shirkatlari bizningki diyorimizda nurg'ulg'an bo'shliqlarni to'lg'izdi. Bayatdan Farida xonim degandek tashqi go'zallikdagi ehtiyojimizni qondiryapti, ham qondirmoqchi. Bu gapni davatganda menda bir hikoya, bir ism kelib qoldi, deb beraymi? Ha, mayli anglaylik.
Birisi bir yangi silingan bina bir mahalliga ko'chib keladi ekan. Bu ayol oldin avval kelib, o'ylarni tozalab, yig'ishtirib, andan keyin ko'chidi-ku. O'ylarni tozalab, ratlab shu birinchi kun ekan, obdan ishlarni qilayotganda tok ketib qoldik. Abla, ajab ishim tugmay turib tok ketdi ya. Debla shamdan birini elibla, shamni yiqib turishig'ala shikdandan urildi ekan. Yugurib birib ishini ichib qarasa bir bola. Hadi uyingizda sham bormi degan ekan. Ayol turibdi ekan. Ko'ngilda o'ylaydi ekanda. Tova, qanday bir mahalla ko'chib keldim men. Bu uyga ko'chib kirmayla, birini so'radi-da mala. Tas xo'shnamdan ta'lim chiqmadimi nima? Deb turibdi ekan. Yo'q, dedi. Degan keyin, ha, deb iliq bola kendi tutib turgan bir tal shamni elib, opam meni o'dildagi xo'shnimiz bugun ko'chib kelmoqchi. Lekin to'liq ko'chib kelmaganlik uchun uyda sham bo'lmasligi mumkin. Agar qorong'uda qolib qolgan bo'lsa, men shamni akirib deb bergandi. Yerdikin iliq ayol o'zining bayatimqi xiyolidan shunchalik zar pushmon qilib ketganda. Men nemish bu xiyolni qilib yurgan bo'g'aydi. Deb shuning bilan o'zining xato o'ylaganligini his qilib, ana rahmat sizga deb qo'lni shamni oldi. Demak, bizning hamda tashqi go'zalligimizdan ichki go'zalligimiz odamni bekerek tiqimi, ya'ni go'zal ko'rsatuvchi. Gerçi o ayol balasını çıkargan bo'lsa, o ayolning siymasini ko'rmadik biz. Ammo o ayolning axloqini, uning go'zalligini, balasının amaliy harakati orqali o ayolning qanchalik go'zallik ekanligini ko'rishga tashna bo'ldi, aqchani qo'shiniz. Tashqi go'zallik Bayatın Farida Hanım degandek taş güzellik pek muhim. Ayollar üçün bu bizning ajdodlarimizda deyilgan. Bayatın degandek anani dadani perdasi ko'rsatmadi. Güzel bo'lsa nima degan chiroyli. Güzellikning o'zini nihoyatda güzel tutganning o'zi qarshi tarafni hurmat qilganlikchi. Chunki pakiz yasinib, chiroyli kiyinib, chiroyli o'zining bir tarix turqini o'ngshab, qarshi tarafga assalomu alaykum deb kelganning o'zi shu qarshi tarafni hurmat qilganlik. Endi bu tashqi güzellik mangulik emaschi. Ichki güzellik o abadiy bo'lgan narsa. Endi tashqi bilan ishqini birlashtirgan chog'da meningcha u go'zallikka bu dunyoda hech kim to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Voy rahmat. To'g'ri deysiz Mutvar aka. Onun ustiga shu qalbi go'zal, o'zi go'zal, so'zi go'zal xonim qizlarimiz texmi ko'paysa, bizning bu jamiyatimiz nima degan go'zal bo'ladi. To'g'ri. Albatta. Mutvar akamiz ajoyib yaxshi bir hikoyani aytib berdi, Juma. To'g'ri. Menimcha men shu xonim qizlarimizning shu shayma mahsulotlarini ishlatib, shu tashqi go'zalligini texmi go'zal qilgandan boshqa, universal bilim sapasini o'stirishga texmi ahamiyat berdi deb qarayman, men shunga ishlayman. To'g'ri. Bu gaplarga men ishinima bo'lmasa? İşiniz. Mutvar aka, Xo'sh. shu shayma girim bo'yimlari to'g'risida 2-3 yil qo'shoqni ezib kelgandim. O'zimni faqat tutaman. Yana tutdi. Yana tutdi. Mush balani bir doktorxonaga olib borsa qildi. Doktorxonaga opirishdan burun bir anglab yatmaylim. Ya doktorxonaga opirish ketmaydi. Shayma girimlarini cho'kib olsa yaxshi bo'lib ketamiz. Kız çokallar yürerken Şeymeni izlişip önümünü kögeçke bir-birden soruşup Şeymeni işletken kız çokallar çıraylık şu çıraylık kızlağa bu şeyime en layık. Vay. Şavurduvka. Ras. Bu acayip vakit var Cuma. Shundaymi? Acayip qo'shoq so'kib barsan Cuma. Bangli qo'shoq so'kib Qaramaning chiroyning. Ha? Yama yoshirib. Bu shayma girim buyumlarini sen ishlatib atmagansan. Oy ya aka tasqaptım ben işlet atmadım. Ben emesme ayalım işlet atadığını şunda yaktırıp işletim daha onu. Ha, bunda da. Şunu paqirab ketgan gap. Ha, Mutvar aka. Xo'sh.
Muşu Şeyme mahsulotlarini ishlatib, muşu o'zining go'zalligiga qattiq ahamiyat berayotgan bir xonim. Yo'ldosh bilan birlikda mush mehmonlarga bir yumor so'zlab bersam deb shu topda shu ko'zingizga qarab o'ltirdi. Bir ruxsat berasiz shularga? Voy. Bu ikkisini metre to'y qilmadi deb o'ylayman. Yosh ko'rasiz. Voy, to'y qilib ishib ketdi. Ishib ketdimi? Ha, shu Shayma grimlarini ishlatgan ekan, to'y qilmaganda ko'rdim. Yosh ko'rinib ketmagan gap hozircha. Assalomu alaykum. Bugun hammaylar Shayma xalqaro suvchilik shirkati quygan choyni ichib o'tiribdimiz. Aldilar men hammalarga salomimni yo'llasam. Biz asabi oshiq mashq ayol Abdurahmon Akbar. Gulnur Niyaz. Hammanglarga o'tliq salom. Ali ehtirom. Biz bugun shu choy ichgach, hammanglarning bu aromonlarni kulkidigan jonni o'zqi debdikan, azroq qizg'arib parang qilib birayli deb deyishib qoldi. Esil, anglaymiz. Mana. Musha bir kun aptizga chiqsam, bu aptizning ichida liqqida odamdan aran esib turibman. Ey xon, qanday ahvolingiz yaxshimi? Ajab chiroyli ekansiz. Lekin sen o'riq ekansiz ukam. Bizda bir mahsulot bor, qarang. Vitamin C to'liqlaydi. Ashni ichgan bo'lsangiz, tiklashna chiroyli bo'lib ketadingiz. Yo'q, bo'ldi yerda olmaychi. Men shu oltin saqlab qo'ygan bor. Ey, aka, qanday ahvolingiz? Voy, yaxshi. Siz aka bunda qarsam, siz bo'yingiz pakara qilib turdi. 5 metr 20 ta xon. Voy, qarang, bizda bir mahsulot bor-da. Ha. Siz vitamin A to'liqlasangiz, bo'yingizga egiz bo'lib, shunda so'yladi ko'psizda. Va xanam uçaqda siz menimle şovat qo'yib paranglashasizmi? Qanday to'liqsan? Mo'sh, men bunda o'ylab qoldim ukam qo'ynim. Ha. Biz siz vaqo eng yaxshisi bu aptizda buni sotaman demay. Sizga shu vitamin G bilan vitamin G ni to'liqlasangiz, men aptiz chiqqan vaqtda jimmidi qisib o'tirgan bo'ldi ekansiz. Oy, Tongjon, oy. Ha, keldim. Nimanjoxo! Nimanjoxo. Voy, yomon qiz bo'l ekan, va. Ha? Aka, nim kerak sizga? Ukam menga lag'mandim bijna. Lag'mandim birni. Aka, men lag'man keldi. Ukam Lobanni chaqiring, ukam Lobanni. Ha, ma'qul. Ha, xo'jam. Nimdaylar? Va, xinam bu lag'man o'zini qaylab baqsan? Voy, bu lag'manniki ochiq bo'lib qaptimi? Ya tuzluq bo'lib qaptimi? Demamla, gulib o'tag'icha. Va, xinam bu lag'man cho'kimsman, nima deyman bu lag'mandan? Of, cho'ka kap beray. Yani bir necha kundan keyin oshxona bu lag'mani titib qilib, yana bordim oshxonaga. Qaysi mehmon kesla? Xinam menga ayliqanda o'qishtirib lag'manda yana bijni. Mana. Va, ukam siz mayat 5 minut o'tirib turamsiz? Voy, aka. Men bu yer 5 minut o'tirsam, jamini o'zir kirib, sap chiqay deganma. Yo'q, men uyga kirib cho'ka keladigan. Qetiq satma. Va, acham mas sillinkimi? Voy, ukam qiziq gaplikna. Voy, men setayotganki meniki. Ha, undas ichmay bo'ldi. Qalini o'z ichdim. Doktor. Ma bugun mamiyat ishlab. Ash qo'sqog'riq odamlar kelibdi. Qani bo'ldi-kan? Nari sag'radi. Aytganim qo'sqini o'rib faqat bo'lolmadim men. Munda qiling. So'qib operatsiya qilyapsiz. Voy, munda qiling. Voy, yollig'lanib qapti. Men dariz beray ya. Ma dani issingiz, cho'qim saqaysiz ukam. Ha, ma'qul. O doktor bu dorini ichiversin faqat saqaymadim ya men. Voy, siz yana kapsiz-ku? Saqaymaganda keldim bu yerga. Bu dorini qanday ichgandingiz? Shu choy bilan ichgan. Soat nechida ichgan? 6 bilan. Ay, men soat 9 ichgan desam 6 ichib nima qilsiz? Voy, qo'sqimga bakteriyalarni ayron qoldiraydi, bir baldiroq ichib olgandim, aloqadorlik qilib deydi. Ma ayolim bugun yana moyaga she'r o'qiyma, naqsh o'qiyma davron silamatda. Uye, Ağlayla. Ma gapni ko'ring. Ma jahonning ishlaridan bexabar ma bizning adam. Qizlar bek köyündə. Ma qizlarimiz ahmoq bo'lyapti.
Man şeirdi men birini okup berey hemmeler bimde tanışap kanlar. Maqul. Birisi munda dep şeir yazıptı. Yarım sen, nigarım sen, boynumda tumarım sen, akşamı kecelerde yandırgan çırağım sen. Oy, o kanda kademke işki yar tutup aldıgan. Birisini boynuğu tumağı basıdıke, birini öyge kir cinçirak yandırdıke, ertege aşıtıdığanga, kırcıydığanga dep yani ala bir munçini. Kızlar akmak masılar. Bu nakşi degen ne? Şu öldürüp, suyup, taşlap deydi ben daha. Ettim, başladım ha. Ne bitti? O'tgan qatimqi naqshangda 5-6 o'lmay qolibdikan, buga o'ttirib deb kelibsan-da. Vay, nem de istesem adam. Şiir yazsam həknim dep qala. Qoşaq yazsam həknim dep qala. Yazmay desem bək yazğım kelur. Vay həknim desi taz yazıma. Qanda qala. Külkülərinin səbəbkarı sən. Külmüsü çırağımı salımən. Ha, toğra yerim. Ahırsın etimi. Külmüsü meyle jığlap oltasun. Vay neme karın, nimsi dep qala. Ha, geldi valla. Da. Mavkamcı bizim restoranın daimlik mihmanı. Keşkim şekilde. Ha, ne demiştiniz? Ha, bira faaliyet orlaştırdığında bu Vay, itibar baba. faaliyet bağda ha. Faaliyetlerimiz Hanımızda her böyle xil. Qaram ben sizge de birey. Ha. Birincisi, kız dostlarınızla bizden bana restorana gelseniz 20% itibar qılımız. Vay aranma. Uy. İkincisi, Ha. ayağınızla bana restorana gelseniz 45% itibar qılımız. 45%. Ha. Ma en ahırkısı ağlaydığı siz resmi hoş olup gitsiz. Ha. Ayağınızı bilen kız dostunuzla ten ekelsiniz 100% itibar qılımız. Vay buna keyinde tıkı şunda yaşım lazımdınız be. Qanday mülazmat? Doktorxandançı Ha. sizni bekalık apırıp davalaydı. Vay. Meni yo'liq chiqib istedipsiz-da. Rahmat. Hey, alamet, alamet. Kızıp gitti, keramet. Mana yüreklerge yetip gitti, huzur, alamet. Armağaysılar, cuma tekimi turuşunla. Yaman peyz oldu ma yumurla. Onun üstüge mana bugün çayxanamızda ehmiyetlik söhbetler, kızıqarlıq, diyalog, yumur çaqçaqlarımı bol deyim ötüver aka. Bugün çayxanamızga G'oljiden bir neçe sazen jigitlerimiz kepti. Muşlarning bir naqshi muzikalarga quloq solib baqamdiq. Oy, alamet. Mana. Tekimi kızıydıgan boldu. Alamet kaynat gitti çayxanı bugün. Çayı meras isilken kız çok Allah appaqsun. Kirem şoqmu kep qapti, onu bunu dep baqsun. Vay güzel. Isil.
Assalomu alaykum Choyxon ahli. Alaykum Mushu mening bir ikki yig'iz gapim bor-da, Choyxon ahliga deb bermoqchiman. Anglab baqala. Mening bu hikoyam mushu ayollar to'g'risidaroq bir hikoya. Bu mening beshimda o'tgan bir ish. Mehmonlarning yoqtirib anglashini umid qilaman. Mushu 80-nechinchi yillarda mushu bizningki mushu ittifoq yo'limizningki 10-yo'l avtobus bizning poyezd stansiyasida mushu radio stansiyasida bosh bekat shu yerda oxirlashidi. Men shu vaqtlarda o'zim aytib, ondacha vaqtlarim ekan. Shu radio stansiyasidan avtobus chiqib o'tirib, men poyezd stansiyasiga bormoqchi edimda. Ketib qolsam, mushu dal Chinzotning oldiga kelgan bir ayol bir bolani ko'tarib chiqdi-da. Vaqtlarda avtobus bilet alıyordu 5000'dan. Şunun olaylık bana kokuyup lan bu bilet ağacının yerine girip lan biletini hep aşağı turup kaldı. Bal karsam ayağa turup kaldı. Ben akıl ottağın. Haymış bal yıkılıp düşmüşsün de bu balını şap hep la kuçağımda otkuzup. 3 yaş çamlısı bal iken bu. Özlem erkelte ben çıraylık. Ottağdım da bu başı şehrik ümekini aldık kendine ayılıp çıkıp gitti de. Bu balı bende kaldı. Şunun olan hay ma bal otup kaldınız. Desem de döküp gidip vardık şunda işte balını götürdüm ben akıllı düştüm de. Hadi balını unutup kaldınız. Vay ma balını unutup kaldınız. Sen toxtamaydı şunun olan yügergen petim lan balını kokuyup berip tutup aldım. Vay hadi nim kıkınız bu desem nim balda neydi? Vay balınızı unutup kap gidip varsınız go. Desem onun balım inim geldi mi? Ma bal ne desem kimnin balısı ken ba? Balağını bakkanma atam sen deydi. O avtobusga o'zingiz ko'tarib chiqdingiz-ku deb turishimga ikki soqchi kelib qoldi da. Bu soqchi kelib nima bo'ldi deb, "Bu mujtamizda aqbolsa, mana bu ko'chada baqirashmay soqchixona kiraylik" deb biz soqchixonaga kirdi. Akirpli soqchining boshlig'i chiqdi. "Nima ish degandim, bunday ish. Bu osonli bir ish bu. Ey, ma ishkim yotura" dedi. Ayol ishkim yoturdik. "A, bana oyoq apa" dedi. U bola oyoq turdi. "Ma ishkim o'tira. Ishkim bola Makka deb chaqirsa, mush bola kimning oldiga borsa, mush bola shuniki keldi" dedi. Dedim men o'tdim. Bu ayol yanımda oturdu. Ben bala mekel dep koydum. Ben bala mekel dedim de. Öyle bal dok jügrep kep 1 metrdek yakın çap toktu da bu. Öyle ayolga qaraydı, bana qaraydı. Biroq o ayolga qarayıp "Vaşlık mağladı da özünü bu." Oy dep kaldım. Öyle saqçı jozga vang birini qırıp. "Endi sözlüğüne" degende. Güp bir yıkılıp qalsam bedelim ağrıp közümni şunda assam çimke. Ras boğaçını düşünge atıp koydun ha? Şimdi atmasam ilik balık kınesi, o balık bekip bazı çoğun kılıp daha şöyle okuyordu. Şu balık da toy kılmay boytak yürü etmezsem ma kızlarımız ne talep koysan akılma. Elimi talinga bal jügrep kep dada apa demepti. Bir güne mışı bir arayal işkisi, mışı işki balısı varken de bir kız bir oğul. Bu öyde belik yaydığına köndürütte, bu belikni dadısı mı aşpazken ma okşaş. Belik nar temlik pişirirken de bu. Bu balla belik künep ketken ki 2 günde bir belik yaymalı deydi ki akep belik pişirip iken. Bir gün mimam çaqırmak çok kaptı de bular. Bular ballar ideya hizmet işlepti. Ballarım, men yakşam gün mimam çaqırman. Mimallar kelip, yep içip, belikni yesin bir töpünü yeydi. Ular belikni örmeydi. Şu vaqtida ular kesse belikni örpese ma bir törpünü silay debdi. Ha, buldu dada. Deb bu ikisi şunlardan ilk yakşam gün mimam kaptı da bu mimam kan bu iş mara bir turptu da o mimam yap işte belik şunda tetkikti da şu odul Kasım'da bir vakit adaş Kasım'a belik okşayıp gitti tutab öyreydi şunda örüp gel iki bal yügrep dikip dada belikni örüp etdi go dedi. Muşu xabarlarda var muşu 2 qavatlik bir avtobus chiqib yo'qolib ketdi Urumchida. Masalan ma kishilar ko'mida uni aqjan. Ben biz köy. Sen köy ma memleketten olarak bu köydü. Şu 2 qavatlik avtobus chiqqanda mı Turpanda 5 qağımız chiqdi Xo'jizdan o baş bekitdi Xo'jizga chiqadi Tömür nimaga poyezd stansiyaga. Bu ikkisi shuninglarlik avtobus chiqib bilan o'tirib birisi pastda o'tirib qolibdi da. "Hey, tepede o'tirinchi" desa. "Pastda o'tirib baqina" desa. Siz özler otasılar ama tepede oturaydı tündol tepeye çıkıp burada yuguraplı çıktı da. "Oy nima bo'ldi Abdurahmon?" desa. "Hey, tepede şoför yoktur da" dedi. Ha, Mötver aka. Hoş. Bu Abdug'ini bugün muşu doğrusunu toluqlı işe o'xshaydi cuma. Shunda o'xshaydi. Qanday deysan? Bu eliqi taqqı tuqqolarini demaydigan bo'lib qoldi-ku.
Bugün demedi? Adaş ben bugün ma takı ravrız tayyorlik qilib keldim deyman. Şundami? İşenmisan anlap bakamsa? Anglaylı unda olsa. Anlap bakılı. Ha. Qara qağalarım qayrilib uçtu. Yana tuttu. Birisi bana qarayman deb yerga dumchishdi. Hop bo'ldi oldi qarab mamgan tashlashvatasiz ha. Yarım men seni badep berip melengde oynayman, berip melengde oynayman. Aqtansa. Eğer melengde bolmaysan öykürüp uflayman sarağımı sapsaqlayıp Hem de oңшылыптым ау. Dünyada yok azapsız rahat. Rahat izlep çektim nadamet. Al şu yani şu yarımni körey digende. Ucun yem koyu kitabı değil mi bugün? Çünkü ma çayxanaga yeni unutma. Mehmanlarni ancha muncha küldürtü gayışım var. Tamam. Oңşılık kitabı. Rahmet. Asmandaki ay bolsa, navas sağan çay bolsa. Şeymesiti filora bilgatistek bay bolsa. Bahar bolsa, yaz bolsa, qatar gaz bolsa, telefon bolsa, opodek, isil bolsa, saz bolsa. Girim bolsa süpetlik, şeymedek cın bolsa. Sırdışımның təmidin köz qulaqlar dın bolsa detiken. Ras. Tak tuku degenge toyaman hamsa. Toydum. Qanmaydı ya, qanmaydı. Bu yürekle qanmaydı. Vay yanın nemi qanmaysa, tak tuku mu ya ama çayçının çeyği mi? Vay canım aka, bu bizning çayçınınki aş təmi tilda, huzuru dildi qalıdığan çaylarga mı qanmaydı? Onun üstüge muş çayxanda bolup atkan isil, nakşı muzikalarga qanmaydı emas ma da. Vay. Mında degine bir nakşanlaylı demek sen de. Hem de bir adamız mana. Eniqli deymemsi deymen de. Yine demem şunu. Uduluk yaksan buludu dem. Uduluk yaksan düşenmeydi çoğu. Şairler adette mışndak gep kılıdı. Taktuk şairler. Ne tak.
vaktim yoktular endi peyda bo'ldilar endi peyda bo'ldilar bir biqib ishki biqib yurak o'tni soldilar bir biqib ishki biqib yurak o'tni soldilar Alametçime kalsın. Nakşi etip bergen, saz çep bergen, koşak okup bergen, son yap bergen fikirlerimiz köp rahmetçime. Şeyime, Soda Çek şirketinin kurgucusu, şirketinin taraqqiyatda hem quruluşdagi vaqaliginin hemen bizga naytın to'liq namoyon qilib berdi. Men o'ylaymanki choyxona ahlining mush go'zallik bo'lgan engimiz bir qadar yuqori pallik chiqdi deb o'ylayman. Bo'yoq bilan bo'yg'ichi tishingni, bilim bilan zinnatligin ichingni, gulning zinnati yaproq, insonning zinnati axloq degan bunday hikmatli gaplar bor. Pah. Neymi degan isil gaplar bu. Bu şu adam güzel bo'lganligi uchun söyümlük emas, söyümlük bo'lganligi uchun güzel deb yozgan men hikmat xotiramga. Çayxonamiz isil joy, kelib mehmon bo'lib ketding. Yumur bo'lsa oppoda telefon qilib deb keting. Mötüver baş egimnin kiyimini kiyişip, sırdışımını içişip huzur lezzet ep keting. Şeymenin şirketi tonuluptu her joyga, mesulati süpetlik qaltis iken deb keting. Oy rahmat. Yani bıraktım görüşçü altın tınınla aman bolsun, kiler hep görüşeyli. Hayır hoş. Thank you.